Navbahor tumani hokimi Alisher Rashidovning navbatdagi sayyor qabuli Qiziltepa mahallasi hududida joylashgan 31-sonli maktabda tashkil etildi. Ushbu sayyor qabulga Navbahor tumani hududidan o'zlarining muammolari va murojaatlari bor fuqarolarimiz tashrif buyurib muammolariga yechim topdi. Jarayonlarni video davomida birga kuzatamiz. Prokuror, ichki ishlar boshlig'i, soliq bo'limining boshlig'i shu masalalarni birdaniga yechib ketaylik deb hammamiz birga keldik. Har bir insonning murojaati ortida uning hayotiga daxldor muhim masalalar, kundalik tashvishlar va yechimini kutayotgan muammolar mujassam. Ba'zan bu oddiy maishiy masala bo'lishi mumkin, ba'zan esa yillar davomida hal etilmagan murakkab muammo. Shu bois murojaatlarga befarq qaramaslik, ularni chuqur o'rganib, adolatli yechim topish davlat organlari faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Murojaat qachon qanoatlantirilgan deb hisoblanadi? Albatta, u belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilib, unda ko'tarilgan har bir masalaga asosli va aniq javob berilgandagina. Bu jarayonda mas'ul xodimlardan yuksak mas'uliyat, halollik va fidoyilik talab etiladi. Shu bilan birga murojaat qiluvchi fuqarolardan ham murojaat madaniyatiga rioya qilish, masalani aniq va asosli bayon etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda davlat idoralari rahbarlari tomonidan joylarda sayyor qabullar o'tkazilishi ana shu maqsadga xizmat qilmoqda. Bunday uchrashuvlar orqali aholining dardi bevosita eshitilib, muammolar joyida o'rganiladi va tezkor choralar ko'riladi. Navbahor tumanida ham ana shunday sayyor qabul tashkil etildi. Tuman hokimi Alisher Rashidov, tuman prokurori Baxtiyor Isoqov va tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Bahrom Qurbonovlar boshchiligida Qiziltepa mahallasi hududida joylashgan 31-maktab binosida o'tkazilgan mazkur qabulda aholi vakillari faol ishtirok etdi. Qabul davomida 50 nafardan ortiq fuqarolar o'z murojaatlari bilan ishtirok etib, ularning har biri mutasaddi rahbarlar tomonidan diqqat bilan tinglandi. Ko'tarilgan masalalar joyida o'rganilib, tegishli tashkilotlar mas'ullariga aniq topshiriqlar berildi. Ayrim murojaatlar bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berilgan bo'lsa, boshqalari yuzasidan amaldagi qonunchilik doirasida yechim topish choralari belgilandi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, bunday sayyor qabullar nafaqat muammolarni hal etish, balki davlat idoralari bilan aholi o'rtasidagi ochiq muloqotni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Odamlarning dardini eshitish, ularga befarq bo'lmaslik, og'irini yengil qilishga intilish bu rahbar kadrlar oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Aholi bilan samimiy va ochiq muloqot qilish, ularning ishonchini qozonish orqali jamiyatda adolat va barqarorlikni ta'minlash mumkin. Zero, inson qadri ulug'langan joyda taraqqiyot va farovonlik bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, mana bugun tuman hokimi boshlig'ida tuman prokuraturasi, tuman soliq inspeksiyasi xodimlari, 100 ga yaqin vakillari, yordamchilari mana bugun xalqimizning og'irini yengil qilishda sayyor qabul qilyapti. Bu degani xalqimizni shu uzoqni yaqin qilish, oldagi vaqtlarimizda xalqimiz idora shoqib yugurib yurardi. Hozir o'sha xalqni ishiga kirib borib, ularni murojaatlarini qabul qilyapti. Bu uchun biz avvalambor O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga, tuman hokimiga, viloyat hokimligiga, Navbahor tumani Yankuch mahallasi fuqarolari, minglab faxrlar nomidan chin yurakdan samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Mana ko'chalarimiz asfalt bo'ldi. Tungi yoritgichlar, mana keksalarimiz yurishi uchun tungi yoritgichlar o'rnatildi. Beton stollar o'tkazildi. Bu degani shu xalqning farovonligini yaxshilash maqsadida qilinyapti. Mana shu sayyor qabulda tuman hokimining qabuliga, prokuraturaning qabuliga, soliq inspeksiyasining qabuliga xalqimiz kelib, o'zining murojaatini aytyapti. Ular belgilab olib, qo'ldan kelgancha yordam qilishni o'zini zimmasiga olyapti.